Yostiqlarni ko'rinishiga qarab tanlash eng katta xatolardan bittasi bo'ladi. Hech bo'lmaganda ushlab ko'rib olishni maslahat beraman. Hozir sizlarga 3 xil yostiqqa obzorini qilib beraman, lekin bularni uchalasi naполнительlari bir xil, materiallari bir xil, lekin yotganingizda beradigan balandligi har xil. O'shaning uchun 3 xil deb aytmoqman. Hozir bunisidan boshlaymiz. Bu yotganingizda sredniydan pastroq bo'ladi. O'zi balandlik bo'yicha sredniy, lekin yotganingizda bosh cho'kishini hisobiga, masalan, mana qo'lim tegyapti. Past yostiqda yotadiganlar uchun mana bunda ushlasanglar bemalol barmog'ingizga tegadi. Past yostiqda yotadiganlar uchun zo'r variant. Materiali barxitnoy tensil bo'ladi. Ichida gelivый mus bilan poliferniy volokno. Qaranglar, yostiq qanchalik sekin o'zini formasini tiklasa, shunchalik sifatliligini bildiradi. Agar unaqa pastda yotolmayman, sredniy bo'lsin desanglar, mana shu yostiq zo'r variant. Xo'jayinim bilan ishlatyaptilar buni. Уже bu oy 10-oy ishlatyaptilar. Zo'r yostiq. Yurganingizda ham hech narsa qilmaydi. Buni ham materiali barxitnoy tensil, naполнительlari bir xil. Yostig'i formasi boshqacha bo'lgani uchun baland pastligida farq qiladi. Bunisi sredniy balandlikda yumshoq yostiq. Bu sredniydan pastroq hisoblanadi. Bu ham sredniy balandlikda. Oq yostiq xohlamaydiganlar uchun mana shunaqa korичневый ranglari bor. Dog' bo'lib ketadi oq yostiq yoki oq yostiq ishlatishni xohlamayman deganlar uchun zo'r variant. Shanxayga fabrichniy, hammasi ikkita kantli. Yuvganingizda hech narsa qilmasligiga garantiya bera olaman. Sifatli yostiqlar magazinimizga kelib, ushlab ko'rib, o'zingizlarga qulayini xarid qilishingiz mumkin. Dostavka xizmati ham bor.